Assalomu alaykum aya. Yaxshimisiz? Alaykum assalom. Bizingiz charchamadingmi? Yaxshi o'tiribsizmi? Yaxshimisiz? Yaxshi. Assalomu alaykum. Siz ham yaxshimisiz? Turganingizmi? Ha, bilaman. Aya, bilasizlar so'rasam ma'lum. So'ra. Biz aylanishga bormoqchi edik bugun. Hozirmi? Unda obed qilib olinglar. Xonalar o'tgandir. Choylarni ichib, ishga borib kelinglar. Faqat ehtiyot bo'linglar. Kechga qolib ketmanglar. Xo'pmi? Yaxshi bo'lib keling. Mayli, yaxshi o'tirishlar. Ehtiyot bo'linglar. Qani, bu ayangmi seni? Ha, ayam. Bu ayangmi? Bu ona emas, bu seni asrab olgan. Men senga haqiqiy aya qanday bo'lishini ko'rsataymi? Bu yerga men ko'rsataman. Qara, bu suvda shaharda ichib yursak, ana boy deb o'ylasa kerak-a. Shu uchun qilib shaharda chalamiz. Jiroda ayangni so'ragan. Ayang lekin zo'r ekan-da. Men senga hozir onamni ko'rsataman. Ayam o'zi o'tiribdi ekan. Aya! Nima deysan? Nima gapirmaysan? Tiling jutganmisan? Ko'zimni ochib berdi mana piyoz. Nima qilay ekkanman? Nima deysan? Aya qarang, dugonamning akasi suv berib yuribdi-da, ya'ni yangi zavod ochibdi shunaqa suv. Sizga deb, ha? Abu dugonangning akasi meni qayerdan tanirkan? Bu men dugonam deganda meni shu dugonalarimga ber debdi-da. Nima degan suvni? Reveram ekan, mana o'si ham bor-da. Ichasizmi onamizdan ochib Men qara sen nima chollarni kiymay ketdik. Hamma kiyimlarni hamma yoqqa sochib tashlab ketgansan. Sen orqangda men nima? Sen tozalab berishim kerakmi? Ha? Men sening xizmatlaringmanmi? Sen berasan, men sen orqangni tozalab berishim kerak. Yurla qiz bolaya. Ekan ekan. So'ragan qizim. Ha, sizga berib yuribdi-da. Yaxshi gapingmi qizim? Qaysisiga? Dildora degan, ha? Ha, Dildora, ha, senmisan? Ha, yaxshimisan qizim? Uydagilaring yaxshimi? Eng yaxshimi? Dadan yaxshimi? Hammasi yaxshi yuribdi? Zo'r ekan. Akangga rahmat aytib qo'y. Xudo xolasa to'ylar qilsak olib kelib berasizlar-da shunaqa suvlardan, maylimi, qizim? Voy, zo'r ekan. Aya, aylanishga bormoqchi edik-da, boraverikmi? Mayli, mayli. Qachon kelasizlar keyin? Ba'zi saqib aylanib kelinglar. Lekin pulim yo'q qizim. O'zing puling birlashib qil. Nima pul so'ramadan qizim? Yo'q. Bemalol aylanib kelaveringlar. Aylaninglar. Bak, tez, erta kunda kech qilmasin, tezroq kelinglar. Maylimi? Zo'r ekan bo'lsin. Menga nima buyam? Ha, hozir? Ha, sizga. Voy, rahmat ey. Ko'rdingmi, mana shu haqiqiy ona bo'ladi. Sen ayang, sen asrab olganda.